Hammaga salom. Sizlar bilan Games kanali. Bugun biz FIFA o'ynaymiz. Final yakuniy qismini video olyapmiz. Kirgandan keyin videoni davom ettiraman. Mana FIFAga kirib oldik. Endi har doimgidek bitta emas, ikkita yo uchta match o'ynab FIFA o'ynaymiz. Yakuniy qismini videoga olamiz. Bu FIFA uchun yakuniy emas. FIFAda ko'p videolar chiqadi, endi qismlardan yakuniy finalda. Realga qarshi Real. Kamida 2-0 ga yutishim aniq. Yana bilmadim. Men yutib qo'yishim mumkin. Yaxshi o'ynasamanda. Mana overim 104. Mana bu Smith yangi qo'shilgan komandamizga. 92 ekan. Bemalol yutamiz. Boshladik. Ko'rganlaringizdek oldingi videolarda aytganimga ishonmagan bo'lsangiz, hozir gol urgan joyini e'tibor berib qaranglar. Qanaqa joydan turib. Bruno Varatan to'g'ri mo'ljalga olib udar tepsa bo'ldi. Golga kiradi o'sha. İkinci gol bo'ladi. Ko'rganlaringizdek yana qotyapti. Yo'q. Nosozlik. Kimda nosozlik? Mendanmi? Ya bo'ldi. Nosozlik tugadi. Smith to'pni o'tkazardi-da bo'lmasa. Ya xudo. Yana nosozlik. Birinchi taym tugadi. Nosozlik ham tugadi. Tugadi birinchi taym. Bizning yana xavf qoldi. Birinchi taym 1-0 hisobiga. German lekin yomon gollar qo'ydi. Kommentariga yozib qo'yinglar. O'yindan 0 gacha baho beringlar. 0 dan 10 gachada. 10 ballik sistemada. Gol yok. German o'ziga qaytar. Yana qotdi-da.
Yondagi sherikka pas bergan varotabozlarni yomon ko'raman bor. Nima desam endi? Yoqmaydi menga. Yondagi pas bersa, uzoqroqqa pas bersa, o'ziga ham yaxshi, boshqalarga ham yaxshi bo'ladi. Hozir bu o'ylayapman deb, ya'ni to'pni ola olmayman-a. Olib qo'ydim. U ham olib qo'ydi. Yana olib qo'ydim. Yana olib qo'ydi. Nuno Mendes bizni qutqarmoqda. Lekin bu pas Arda Korde Tolu Tolu bilan Endrika almashdi yani. Hozircha birini hisoblaymiz. Chunki u ham bitta gol urgan. Bo'ldi. 2-1 hisobiga yutdim. Aytganimdek, ikkita gol uraman degandim. Va'damning ustidan chiqdim. Balki hozir 3-golni urib qo'yarman. Yo'q. Marquez 8. Rim raqamlarida yozilgan ekan. Mana bitta matchga qo'yib videoni davom ettiraman. Mana yana bitta matchga kirdim. Bu safar kuchliga o'xshayapti. Qanaqa komanda bo'ldi endi? Olgam. Over +4. Nechchi 96. Lekin futbolchilar kuchli. O'tgan safarga o'xshab buni ham yutsak kerak. O'tgan safar ham 2-1 ga xuddi shunaqa komandani yutgan edik. Agar esingizda bo'lsa. Burchak zarbasi o'yin boshidan. Deglish o'zi 102 bo'lishi kerak. Yo'q. Qochibdi-da. Deglish 103. Hisobni tenglashtirmasak bo'lmaydi. Hech bo'lmasa bitta ham gol ura olmasam YouTube kanalimni o'chiraman. Yaxshi o'chirmas ekanim. Bu ham YouTube'ga video olyaptim deyman, YouTube kanalimni o'chirmoqchi bo'lyapti shekilli. O'ynashini qaranglar, menga o'xshab kuchayib ketdi. Kallaga ham kirgan lekin
mahallani futboliga borgan bo'lsanglar, yosh bolalar o'ynashadi-ku. Offside bo'lmaganda ikkinchi gol bo'lardi. Birinchi taym tugadi уже. Ishqilib video chiqib qolmasin-da. Birinchi taym tugadi. Yana bitta gol urib videoni davom ettiraman. Men hisobni tenglashtiraman degan vaqtim 2-1 hisobiga gol urdi. O'yin juda ham qotgani sababli hisob 3-1 bo'ldi. O'yin qotgani sababli biz 3-1 ga yutqazdik. Keyingi o'yinda albatta yutishga mana keyingi o'yinni ham boshlab oldik. Bu ham ancha kuchli ekan. Bu safar yutqazmaymiz deb umid qilaman. Yutqazsak ham mayli, video chiqib qolmasin endi. O'yinimiz +4. Mana futbolchilar ko'rib turganlaringiz. 12.93 ekan, lekin negadir sostav kuchliga o'xshab ko'rinyapti-da. Faqat boyadan beri donaterlarga qarshi o'ynayapman bu. Offset. Nohaqlik. O'zingiz ko'rib turganingizdek bo'lmasa oldinga teporsa futbolchi bor bo'lsa offset yo'q ekan. Nima bo'lmasa bizga offset bo'ldi. Barnes. Suchenko. Bo'ldi, ikkinchi gol urdi tamom. Demoqchi edim. Yaxshi o'rta bu. Gol! Yaxshi. Ana ketishdan hisobni tenglashtirdim. 1-1 hisob. Videomiz 13 minut o'tdi. Ikkinchi taymda videoni o'chirishga to'g'ri keladimi deymanda. Şuradan tıklayalım. Şuradan. Yok. Ştanken yamam boyladım. İşsiz. Gol. Yaxshi. 9-likdan qarib turdi. Çok. Oy, 9-lik bo'lyapman. Birinchi taym 2-1 hisobiga yutyapman. Yutayotganimga yig'laveraylik bir. Maradona bekor qo'shildi. Maradona. Hali ham ushlab oldi, bo'lmasa gol bo'lardi.
Bir pas. Yana bitta bir. Berolmaydi pas. Nogiron bular. Nosozlik to'g'ri bo'lgan videoda davom etadi. Men endi nosozlikni to'g'rilayman deb kirganimda Nasr ukasiga o'yin o'tvordi. Maçni 2-1 hisobiga yutdik. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling. Like, obuna va kommentariy kutib qolaman.